Boylarga yalinish kerak emas. Umuman yalinmang. Ish so'rab ham bormang. Ishdan bo'shataman desa boru, olaringizmi deng. Razzoq kim? Rizq beruvchi kim? Alloh bo'ldi, qo'rqmang hech qachon. Ishingizni oladi olsa, joningizni olarmidi? Turmang meni boshingizga. Har xil gapni san itsan, san odam emassan, san usan degan gapni nima qilasiz eshitib? Ol, ishingni olasan deb chiqib keting, olib keting basharasiga arizingizni. Alloh rizqingizni beradi, shuni esingizdan chiqarmang. Ba'zilar shu ishimni yo'qotaman deb qo'rqib shu sassiq gapini eshitib o'tiradi. Eshitmang gapini. Yo Allohga shubhangiz bormi rizq berishidan? Shubha yo'qmi? Nima qilasiz o'zingizni kamsitib? Siz aziz va mukarram qilib yaratilgansiz. Alloh sizni mo'min qilib qo'ydi. Muhammad alayhisalomga ummat qilib qo'ygan sizni. Nima siz bo'yningizga egib turishingiz kerak? Robbingizga bo'yningizni eging faqat. Rukuni Allohga qiling. Sajdani Allohga qiling. Sizni kamsitotdimi? Ko'tarib o'tirmang. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Qachongacha ustingizdan kamsitib o'tirasiz? Odam emassan, men sen odam qilganman. Kim sizni odam qilgan? Alloh odam qilgan sizni. Hech qachon o'zingizni kamsitishga yo'l qo'ymang, kim bo'lishidan qat'iy.